Assalomu alaykum Vodiy Uch kanal kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Farg'ona shaharidan zo'r yangiligimiz bor. Kirgilida joylashgan, o'zlaringizni bilasizlar. Zavod yo'lidan, bu tomon zavoddan kelsanglar bo'ladi, bu tomon Palterdan o'tib, birinchi stepdan shunday o'ngga burilsanglar, pastda Kirgildagi o'zera. Bu joyga hozir videoni davomida ko'rsanglar bo'ladi. 400 kilo baliq to'qdik karas, 100 gram, 120 gramlik karaslar, 400 kilo to'qdik hozir. Yana plus mana erta indinga xudo xolasa yana bir 400 kilo sazan, amur, ilonbosh laqalar keladi xudo xolasa. Ana endi bu ko'lga kelib bemalol, misol uchun baliqchimisizlar, dam olmoqchimisizlar, Farg'ona shaharda misol chetga chiqib ketganlar kelmayaptimi? Mana bemalol kelib, kirishi pulli bo'ladi albatta. Agar o'lcha jamiyatiga a'zo bo'lib, baliqchilikka hujjatiga ega bo'lsanglar 30 ming so'm. Agar havaskor baliqchi bo'lsanglar, kirishi 50 ming so'm. Agar dam olgani kiraman desanglar 80 ming so'm kirib bemalol dam olib, piknik qilib chiqib ketsanglar bo'ladi. Tabiati вообще zo'r, salqin, havosi juda ham toza, suvi ham juda ham zo'r turibdi hozir. Baliqlarni qo'yib yubordik, baliq irg'ib yuribdi hozir. Bu joyda qanaqa baliq bor deganlar uchun ilonbosh, laqqa, karas, sazan, amur, eng katta amur baliqlar hozir aytishyapti bolalar 25 kilo, 20 kilolik amurlarni ko'rganmiz deyapti. O'tgan yil o'zim kelganda ham akamiz ikkita 5 kilolik amur ushab ketishgandi, lekin baliq haqiqatda juda ham katta, yetilgan eski baliqlar juda ham ko'p. Nimaiki, o'zeraning o'rtasi juda ham chuqur, eski baliqlar qolib ketgan baliqlar juda ham ko'p bu joyda. Bu joydan ketaver 2-3 yildan beri baliq olingani yo'q bu joydan. O'zaro kattalik hisobiga baliq olingani yo'q, imla baliqchilarimiz uchun. Xudo xolasa bizdan uzoqlashmaysizlar, yangiliklar kutib qolasizlar bizdan. Bu joyga har to'kilayotgan baliqlar sizlarga mana shu kanalimizda videoga olib tashlab berishga harakat qilaman. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telegram kanalimizda lokatsiyasi bor. Assalomu alaykum o'quvchilar. Mana Kirgilidagi ko'limizga karaslar keldi. 10 talib olmaymiz. Yaxshi ekan. Bizga baliq 400 kilo hozirga yana. Kirgili o'zlariga tushiryapmiz hozir. To'g'risi. Sizlardan birga tushiramiz yana buni. Nechta bor bilmayman. Ko'p a? Xo'sh. Kelaverasizlar. Mana karas. Zo'r. Mana ichidagi karaslar. Zo'r. Xudo xolasa. Mana kelib xudo xolasa. Allah'ım tushiryapti. Megalar 2 marta albatta. Bundan sonra ishtaga daqiqalarni qilib berish. 2 kilo baliq berib qo'yadi. Bo'pti. Shu bilan yo'q-da. Ishtaga baliqlar ketyapti. Bunisi berdilar. Ya, aka, buni kerak emas. Kelaverasizlar. Bertik bo'lgan qilib. Bo'ldimi, qolmadimi? Endi mana uni tushirib yuboringlar, ichida. İlonbosh g'aram.